boshqaruvchi o'rinbosariman. Xabarlaringiz bo'lsa, prezident tomonidan ham qarorlar chiqqan har bitta tashkilot rahbarlari mahallalarga borib, muammolarni bizlar bankimizga ham shu narsa tuzilgan, har bitta mahalla plastik kartalar masalalari bo'lsa, umuman bankka doir boshqa masalalar bo'ladigan bo'lsa, yozmalarimizni o'sha tashkilotlarga beramiz. Kimda masala ko'tarilgan masala. Ana endi kimda masala bo'lsa, to'g'ri sizni nima masala? O'sha chorva bo'yicha Rabbimov Rahmonov 2004-yil 19-sentabrda Rahmonjon tug'ilgan yili 2004-yil 19-sentabr 2004-yil. Qanaqa tadbirkorchilik qilmoqchi? Chorva bo'yicha. Chorvachilik, ha? Chorvachilik uchun bizda kredit bor. 50 million prezidentimizning 7-son qaroriga asosan 50 milliongacha beramiz. O'shani kartasiga, plastik kartasiga 25% tashlab beramiz. Bizning farq yo'q. Yo'q, o'sha ham 30% bo'ladimi? Nimasi? Emas, bir xil bo'ladi. Yo'q, o'sha ham 25%mi? Siz O'sha ham 5 yilga. Tamam, tushuntirasiz sizga. 5 yilga 50 million so'mgacha maksimum. Minimum farqi yo'q. 5 million xohlang. 25%dan kattaga tushirib beramiz. Tushunyapsizmi? Xohlang 15 millionga oling. Xohlang 20 millionga olib oladigan bo'lsangiz, o'shanga yetarli pul olsangiz bo'ldi. Siz 20 millionga 25%dan 5 yilga 2 yil imtiyozlarni beraveramiz. Tushundingizmi? U xohish sizda. U faqat limiti 50 milliongacha. Siz xohlang 40 million, xohlang endi